O'zbekistonda ko'p korxonalar ikkita buxgalteriyani yuritadi. Birinchisi oq, ya'ni белый deyiladi. Ikkinchisi qora, черный. Men o'ylaymanki, siz bunani eshitgansiz va balkim siz ham bunaqa buxgalteriya yuritib kelmoqdadirsiz. Bu narsaga juda ham ehtiyot bo'lish kerak, chunki ko'pincha buxgalteri yollashadi, oylik to'lashadi, 1S'da yuritadi. Oq buxgalteriya, белый buxgalteriyani yuritadi. Черный buxgalteriyani bu orqada turgan. Seri kardinali deyiladi. Bu rahbar, biznes egasi ishongan odam yuritadi va u buxgalteriya ko'proq nazorat qilinadi. Lekin buni buxgalteriyani juda minuslari ko'p. Birinchidan, siz bu buxgalteriyani yuritganda o'zingiz biznes egasi sifatida aldanib qolishingiz mumkin. Undan tashqari bu buxgalteriya sohasida, moliya sohasida chalkashliklarga olib kelishi mumkin. Masalan, menda bitta voqea bo'lgan. Men bitta korxonada, yirik korxonada dars berganman va menga buxgalter savol beryapti. Umid opa, menda mahsulot ishlab chiqarildi-yu, omborda xomashyo yo'q edi. Shunaqa vaziyat. Ya'ni qanaqa qilib u mahsulot ishlab chiqardi agarda buxgalteriyasida omborda xomashyo bo'lmasa, men nima qilishim kerak degan savol bilan murojaat qildilar. Mana shunaqa kelishmovchilik sizda ko'payuradi. Undan tashqari bizda hozir kredit reytinglari bor, soliq idoralari juda kuchli nazorat qilyapti. Mana shu qora spisakka kirib qolishingiz mumkin va siz bunda ko'p yo'qotish qilishingiz mumkin. Mana xuddi shu korxona, yana men qaytib dars berganimda shu xodimlari bilan yana gaplashdim. Meni bitta narsa quvontirdiki, bu korxona xalqaro amaliyotga chiqib, chet el investitsiyani jalb qilib, hozirgi kunda xalqaro standart bo'yicha buxgalteriya hisobini yurityapti va черный buxgalteriyasini nolga tenglashtirilgan. Ya'ni butun buxgalteriya oq buxgalteriyaga o'tgan. Bu biznes egasi uchun, rahbarlar uchun katta plus bo'ladi. Meni tavsiyam, albatta biznesingizni halol yo'l bilan yuriting va soliq to'lashdan qo'rqmang. Chunki bu soliq oxir-oqibat bizga qaytadi. Agarda biz insoniy jihatdan, diniy jihatdan, qonuniy jihatdan to'g'ri ishlasangiz, albatta Allohga ham, hayot ham sizga buni hammasini qaytaradi.